Toshkent shahar eng baland nuqtasiga yetib kelganmiz. Yunusobod tumani, Yunusobod mahallaga. Shunda Shahristandskiy metroni yonginasidagi mahallada 2 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan. Mana shu uyni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Akalarimiz mehrni berib qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek 2 qavatli binosi va bizda yer to'la ham bor. Bu tarafdan tushiladi. Binoyimizning umumiy hisobda kvadraturasi shu 250 kvadrat metrga yaqin ekan. Endi kelinglar mana kiruvishni ko'rsatadigan bo'lsam, kattagina darvozaxona, alikefolli qilingan naves ostida bu yoqda yozgi oshxona yasasak bo'ladi va hovlimizning u yoq qismida bitta hovliga hojatxona ham qoldirilgan. Endi ichkariga kirib planirovkani ko'ramiz. Video davomida narxini ham aytamiz. Ketdi. Interyer white box holatida. Yo'lakni kengligiga bitta ahamiyat beringlar. Chap tarafdan birinchi ko'radigan xonamiz bu kattagina keng oshxona. Mana shu oshxonani tegi yer to'lamiz bor. Xuddi shunaqa kattalikda. Endi mana bu yerda mini hol desak bo'ladi. Yoqdan zinalarni ko'ryapsizlar va navbatdagi xonamiz to'g'ridan buni menimcha mehmonxona qilib foydalanadi olgan odam va buni yonginasida umumiy birinchi qavat uchun yuvinishxona, hojatxonalari bo'lsa, buni yonida bitta yotoqxona. Va mana kelinglar, orqa tarafni ham ko'rsatib qolamiz. Mana shunaqa kenglikda orqa hovlimiz desak bo'ladi. Endi bu yaxshi havo aylanishiga, xonalarga yorug'lik tushishini ta'minlab beradi. Ikkinchi qavatga chiqib oldik. Okalar, mana tepani ko'ringlar. Mansarda qilib ham bu yoqdan zina qilib yasab olsak bo'ladi. Chiqqanimizda bu yoqda keng yo'lak, o'ng tarafdan birinchi xonani ko'radigan bo'lsak, o'zini ichida sanuzuli bilan kattalar uchun yotoqxona bo'lsa, va bu yoqdan o'zini balkonni ham ko'rishimiz mumkin. Endi zinadan chiqqanda chap tarafda bu umumiy sanuzul bo'lsa, buni yonida navbatdagi ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi xona, buni endi bolalar uchun yotoqxona qilib bersak bo'ladi va buni yonida oxirgi marhamat ko'rishingiz mumkin uchinchi xona. Uyimizda umumiy hisobda 5 ta xona, oshxona va bitta xona yerto'la bo'ldi. Endi uylarimizni tashqari tarafdan ko'ringlar, o'zini agoroti, mashina qo'yadigan joylari bor. Mana shu 3 ta qurilgan uyimizdan bittasi sotilib bo'lgan, 2 ta dona qolgan. Bino boya aytganimdek 250 kvadrat metr white box holatida 1 kvadratiga $840 dan so'rashyapti. Pastda quruvchilarning nomeri aloqaga chiqaverasizlar.